Assalomu alaykum bir aziz o'z kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, bugungi videomiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shavon mahallasidan Saydullo akamizning xonadonlaridamiz. Bugungi kunimiz 23-yanvar, haftaning juma kuni 2026-yil. Akalar, mana bu yerda 3 boy, xudo xolasa puli yengil variantlaridan ikkita qizil ola, bitta ola parovda. Xudo xolasa sir yo'nalishiga ham boqsa bo'ladigan variantlaridan bemalol tavsiya qilamiz. Xo'p, qolgan ma'lumotlarni Sardorbek ukamizning o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalga obunani bosib qo'yasizlar akalar. Sardorbek, Orman uka. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimi? Ishlayapsizmi, charchamayapsizmi uka? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun narxi yengil 3 mashinamiz bor. Xudo xolasa video ko'rib bitta like ham bosib qo'yishaveradi. Video qisqa bo'ladi. Ha aka. Narxi arzon bo'ladi. Bo'ldi, ketdik. Bo'lmasa boshladik. Hop, mana birinchisiga mana katta tomondan boshlasak. Hop, rossiyskiy qora ola parovda. Mana kelar kallamoshlari. Tuyoqlari ham stakan tuyoq, juda chiroyli ekan. Ularni ham ko'rsatib. Mana taglari. Hop, Sardorbek, buni bo'yi nechi? Buni bo'yi 1.15, 1.10 ga olishaveradi. 1.10 ga olishaveradi. 1.10. Hop, narx-navosi qanaqa bo'ladi buni? Narxini 14 million qo'yamiz. Yo'q, kelishdi. Bo'ldi aka. Bugun arzon bo'ladi. 13 million 500 mingga xayrikami bor. Agar juda qimmat tuyulgan bo'lsa ham ma'lumot telefon qilishadi, ishni bitiramiz aka. 13 million 500 ming so'm kami bor. Yedi ishda sog'liq salomatligi sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi aka. Bir hafta cho'p qoldi kelganiga. Hamma uni tashqi parazitlariga ko'rlari qilingan. Emlashlari ham qilingan. Bo'ldi. Hop, dastavkalarimiz qancha bo'ladi? Dastavkalar vodiy bo'ylab arqon nuqtalari bonus bo'ladi aka. Arqon nuqtalari bonus yashan gap yo'q. Hop, endisi mana ikkitasi. Bularni endi jup qo'yamiz, ha? Ha, bular jup qo'yamiz. Jupiga mana akalar ko'ringlar, juda chiroyli variantlar. Bo'ylari 95 sm dan oshiradi. Bunisi 1 metr, bunisi 95 sm. 95 piliska ekan-da. Ha, quyuq suv olishaveradi. Quyuq suv. Bular endi narx-navosi qanaqa bo'ladi? Bularda biz qimmat aytmaymiz aka. 9 million so'm ham yo'q. 8 million 500 ming so'm xayrikami bor. Jup olganga 8 million 500 ming so'mdan xayri kami bo'ladi. Tanlab olishsa 8,5 million so'mdan tanlab olishaveradi. Bularda ham 7 sog'liq salomatligi sinovdan o'tgan, dastavkalari vodiy bo'ylab, vodiydan tashqariga kelishilgan holatda dastavkalari qilib beriladi. Gap yo'q. Akalar, video yoqqan bo'lsa kanalga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.